1,5-2 million bor. 1,5 million 2 million so'm bor. Bugun Qashqadaryo Ko'kdalaga yetib keldim. Bu yerda 16 metrlik 80 tonnalik avtomobil tarozimiz turibdi. Ko'kdalada bozor bor. O'sha bozorga jo'natib bergandik 2 oy oldin. Ishga tushiriblar tarozini. Yana bir zakaz tushdi bizga Ko'kdaladan. Xuddi shunaqa tarozi qo'yib beryapmiz katta korxonaga. Tarozlari mana yozilgan 9-tarozi 80 tonna 16 metrlik. Fura 50 ming so'm, chakma 40 ming, Isuzu 30 ming, Isuzu kichikrog'i 20 ming so'm. Sir bilmasam tarozi mana olgansizlar. Bildim. Hech bir nima qilyapsizlar, aka? Endi kuniga hozirgida Sredniy, kam, minimum necha pul? 1,5-2 million bor. 1,5 million 2 million so'm bor. Hali qizg'in joyi kelguncha. Qizg'in joyi kelguncha. Endi keladi. Mana hozir kunning yarmida soat 12:01 bo'ldi. 1,5 million so'm savdo bor deyaptilar. Mana kim men so'raganda, "Что nima deb, tarozdan yo'qmi?" deb, mana Ko'kdala. Mana trassani bo'yiga qo'yganlar Ko'kdalada o'lchayaptilar tarozini. Mana joy kadr. Dom sotib olib, domni ijaraga bergandan ko'ra, tarozi sotib olib, tarozini yo'lning ustiga o'rnatib, tarozdan foyda qilganingiz yaxshi. Kimga shunaqa nimalar, tarozilar kerak bo'lsa, taroz klassga murojaat qilishingiz mumkin.